Assalamu alaykum, hürmetli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalık doğruları degan kitabını oquşunu davamlaştırırız. Bugünkü tema Suvadan. Suvadan. Ma'lum bir sebep bilan emgekçi Qazaq nayisining Taştıqara yezisiga bargan edim. Yaqin aralashib yurgan Quddus ismli kishi otasining yilini o'tkazib o'tibdi. Nazirga qatnashmay mumkin emas. El yig'ilmasda atiganroq bardik. Salomlashgandan keyin 4-5imiz bir chetda paranglashib tursak, yonimizga Quddus keldi. Kamal dedi u menga murojaat qilib. Adash, oqshomdan beri qizimning tishi og'rib, tongni o'r o'tkazdik. Qo'ling xeli aptikidi. Bir narsa qila olamsan. Qurt yemagandi? Yo'q. Undaq bo'lsa uyingdan paltoni olib chiq. Xiyolimga birdan Suvadan keldi. 5-6 yoshlarım bo'lsa kerak, ehtimalim. Kichik onamga agishib, buloq degan yerimizga bordim. Bu yerda apyun kesilib o'tadi. Turibla tishim bir qattiq og'ridi. Domlab ketdim. Shu chog'da kichik onam kimlarning bu gapiga kirib, bangi divoni urqini qo'rib, latoga o'radi-da, mening quliqimga bosdi. Keyin hushimdan qandoq ketganligimni bilmayman. Ko'zimni ochdim. Texichili beshim qiyotidim. Azroq qayqildim. Tuqqanlar etini berdi. Kichik onam lakas luks bo'lib qolganligimga qaramay, meni otning oldiga mingizib, mahallaga elib mangdi. Momam ahvolni bilib, suv ichkizdi. To'xu qanatidan bir tal elib, tamuqimga elib qusqizdi. "Hoy, xamkalla, bolani o'ldirib qo'ysang qanday qilatding? Shu buloqqa nemishqa agashtirib bording? Seni bo'ri yeb ketadimi?" deb voysaytdi momam. "O'ldirgan bo'lsang, akang emas, o'zimla chashlarimni bir taldan yulatdim. Yo'q birining gapiga kirgicha uyga ilib qaysangchi. Helim o Xudoyim saqlabdi jinim bolamni." Kichik onam dapdak ishib, tamg'u yo'linib o'ltirdi. Zuvoni tutilgan, ayblik. Tish og'riqiga Suvadanning qo'ng'ig'idan esil dori bormi bu dunyoda? dedi momam Maryamxon. Quddus qizining tishi og'riyotganligi to'g'risida aytganda, mening yodimga shu voqea keldi-da, ishonchli holda palto so'radim. Oy palto bilan Suvadan daraxtning qo'zig'ini chepib, teshidagi oq postini pichoq bilan shulib elib tashladim. Ichki qismidan bir parcha kesib, Quddusga tutqizdim. "Ma, mushuni qaynatib, qizing og'ziga issiq elib tutsin. Aytmadi dema. Achchiq bo'ladi." deb ogohlantirdim. Atisi etiganligi o'ylig'i chiqib tursam, Quddus kirib keldi. "Oqshom kiray desam vaqt bo'lmadi. Qara adash, o'zing bilasan, uyda yiroq yaqindan kelgan tuqqanlar", dedi Quddus kechirim so'raganda qilib. "Qizning o'zini kir desam, izzat tortib unimidi? Xudoyim bir jiningga ming jon bersin." Men buni balkim bir tasodifilikdi. Momam Maryamxondan obdaroq bilib olmaganligimni qara deb echindim. Biroq echinishim bekor bo'lib chiqdi. Chunki momamning ruhi qo'lidimi bilmayman. Keyin nurg'un qitim tajribada yaxshi natija berdi. Buni isbotlash uchun yana bir misolni keltirmoqchiman. Kunlarning birida kindiqqinim to'kilgan tugman yesiga bordim. Onam yiliqi meni buloq degan yerda u dunyolik qilishga tas-tamas qilgan kichik onamning 2 kundan beri tishi og'rib, sirtqa chiqolmayotganligini aytdi. Aldirash onamning bir apqur chayini ichib, kichik onamning uyiga yetib bordim. Bechora ona og'riq azobini tortib yetibdi. Ularning eshigi oldida 4 tüp Suvadan daraxt o'sgan edi. Paltoni ko'tarib chiqdim-da, birining qo'zig'ini chepib tushardim va qaynatib dori yasab berdim. "Mana, sana dora. Mushuni birdan issiq og'zingga ilib o'ltir. Achchiqligidan hazar aylama. Bu sana atigacha yetadi. Og'riq to'xtamasa, ati kelganda yana qaynatib beraman", deb chiqib ketdim. Qo'lim xo'shna urug' tuqqanlar kelib, atiganligi hayol bo'lib chiqdim. Yo'lda o'ylamagan yerda tishi og'rib qolgan kichik ona bilan uchrashib qoldim. Chiroyidan tuninki shumsharash, bechorlikdan asar qolmabdi. Chochlarini tarab, odaticha choch tangilarini silib,
toyga mangandek yasinib chiqibdi. Çaşlarının qetib turganiga qaraganda ehtimalim beshiga yilimi chapqan bo'lsa kerak. U bizning yezida koni pasonni qo'ymay yurgan birdan bir ayol. "Akam qandoq?" deb so'radi u salom soatdan keyin. "Hardiqo'ng chiqibdimi?" "Bizni so'rab nima qilasan? O'zingning ahvoli qandoq? Tishingning og'rig'i besildimi?" "Voy, men senga rahmat aytqilaman edim. Voy jinim qarindishim" deb peshona manizlimga suyib ketdi kichik onam. "Akelgina oltin qo'llaringni suyib qo'yay." Keyin bu doridan nihoyat nurg'un odamlar manfaat oldi. Tish og'riqiga odam o'lmaydi, tish og'riqini odam bilmaydi. Haq gap. Biroq men o'qigan kitoblarning hech bo'lmaganda birarsidan suvadan darxi qovziqi tarkibida nima borligini o'qiganim yo'q. Kelgusida balki olimlar uni tekshirib aniqlar. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.